Barchangizga assalomu alaykum aziz obunachilarim, do'stlarim, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun 1-iyun, haftaning yakshanba kuni. Yoz ham keldi. Hammani bolalar kuni bilan tabriklab qolaman. Agar yosh bola ko'rayotgan bo'lsa videomizda, bugun Samarqand mashina bozoridan sizlarga ajoyib videorolik tayyorladim. Videoning oxirida sotilgan va qaytgan realniy narxlar bilan tanishtirib o'tganman. Narxlar tushganmi yo'qmi? Kommentariya o'z fikrlaringizni o'z qoldirsangiz bo'ladi. Ha, albatta, qaysi davlatdan, qaysi shahardan ko'rayotganingizni обязательно yozib qo'ying. Bu men uchun qiziq. Qani ko'ramiz hozirgi kunda подписчиlarimizni qayerdan kuzatyapti meni. Sizlarga chotki video tayyorladim. Like bosib, kommentariy yozib, подписаться qilsangiz juda ham xursand bo'lardim. Sizlar tayyor bo'lsanglar aziz obunachilarim, men unda videoni boshladim. Xo'p, mana aziz obunachilarim, bismillahirrohmanirrohim deb sizlar uchun Samarqand mashina bozoridan videorolikni boshlab oldik. Birinchi tayyor jentradan ko'rsatamiz. Original Amerikan kechalar qo'yilgan do'stlar. Xo'p, 2021-yil qop-qora varianti 908 Magic Port yumshoq balonlargacha bor ekan. Metan gaz do'stlar. Kraskasi qanday aka? Bir qarish petnochasi. Bir qarish petnocha. Orqa stopni oldida ekan, kapot plonka. Ana tekshiraylik. Ha, bo'lgan ekan mana do'stlar. Plonkalari polnisi broni plonka. Tosh-posh tegsa qaytaradi, biz aytishda zo'r broni plonkani. Tak, qaranglar endi. 1.5 motor, 4-paketli metan, ABS'lari bu. Dabavchi ventilyator yaxshi holatda turibdi. Kamchilik yo'qmi motorda? Вообще zo'r ishlaydi. Kraska orqa stopni takida bir qarish petnosi bor. Amerikan kechilar yaxshi do'stlar, original ekan. Tak, Magic 908 portlari bor. Diska родной, balon yumshoq turibdi, 15lik. Laboy обогрев bor, 908 Magic, tonirovka ruxsati so'raymiz. Glansli stoyka, polnisti. Ruxsati qancha qolgan aka? 10 oy tonirovka ruxsati bor, 10 oy do'stlar. Mana saloni, poligi bor, chexol zavodga turibdi. Ashfikalarimiz kojniy bo'lgan, shumkasi yo'q ekan. Malibu 2 rullari bor, video registratori bor. Lukchalar mana polnisti ishlab turibdi. Bakovoy qayriladi, lekin Malibu rulli Xitoy ekan. Amindan bilsalaringiz bilan, original bunaqa bo'lmaydi. Men o'zim jentramga original turibdi, o'shandan birdan farqay bordim. Pioneer mikrofon, polnisti salon освещение qilingan, akvaprintlar qilingan, обогрев сиденья. Probekda aytib o'tamiz hozir. Start stoplari bor ekan, yaxshi. Start stop. 105.658 kilometr. Avtomat mana birdan kondisioner ishlab ketdi, qo'shilgan ekan. 725 mikrofon Pioneer originali bo'lsa kerak. Gidrolikada ishi yo'q, yaxshi turibdi. O, yap yo'q. Bir kuruk yurgan ekan. Tak, akajon tozdan qolgan joylari. Kalenkasilari ham broni plonka bo'lgan hammasi. Ha, kalenkalari ham plonkachalar qilingan, baloni yaxshi ekan, optrasi ham original bo'lsa kerak. Amerikanka original qo'ygandan keyin optlarni qo'yadi-da. 20 bu Sirdaryomi? Toshkentda yurgan ekan. Orqalari yaxshi metan 90 talik. Mana shu tarafida ekan, ha? Mana shunday vakuumchasi bor. Ha, shunday ekan. Hay. Xarajat yo'q. Narxi qancha? 12.000 qancha? 12.600 so'rayapmiz. 12.600. Naqd 12.000 atrofga beramizmi? Yo'q aka. To'g'ri kelmaydimi aka? 12.400 ga beramiz aka. 12.400 o'tmaysizmi akajon? 12.400 ga. Qolgani shu. Xarajat. Vico barter variantlarichi? Hammasi bor. Kreditga ham Boyaga bor. Mikrokredit, avtokredit hammasi bor. Luba variant qilib berar ekanlar. Oq sentrasi bo'lsa, qoraga ham almashtirib olsa bo'ladi. Avtokreditga 1650 bilan chiqadi aka. Ana, qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Naqdga 12.400 dedilar. Kraska shu bir qarish bagajchi. Olli kapotlari broni plonka, kalinkalari broni plonka bo'lgan ekan. 10 oy ruxsati bor. 908 Magic, 4-paketli metan, yumshoq balon, Malibu rul, video registrator, Pioneer mikrofon, metallari bor. Nomeringizni ayting. 93 93 3 8 68 61. Do'stlar, marhamat, keyingi jentramiz oppoqqina bo'ladi. 2019-yil avtomat korobka. Xo'p, gazlari bor, yumshoq balonlargacha bor ekan. Faqat girdi sal o'zi balonlar ko'tarilgan vaqtda birdan almashtirib olsanglar bo'ladi. Amerikanka farali 510 nomerda. Kraskasi qanday aka? Pitnosi bor, ikkita. Ikkita pitno. Qayerda aka? Ikkita krilosini kalinkasida. Ikkita kriloni kalinkasi. Значит, orqada ekan-a?
kalinkasi men sherida bu. Tamam, oldi kalinkadan. Budar hech narsasi yo'q. Qolgan joyi 100% toza. Detallar o'zinikimi? Hay, 4-paketli propan gaz do'stlar. Propan 4,5 ming, metan 5 ming bo'lyapti. 5200 joylari ham bor. Mana propan ham benzinni kayfini his qilmoqchi bo'lsalaringiz, ham metanni arzon bermoqchi bo'lsalaringiz, propan qo'ysanglar bo'ladi hozirgi kunda. Italyanskiy ekan, italyan bayroqlari. Motor ochilganmi, yo'qmi? Ochilmagan. Ochilmagan, ha? Ishlaydi. Gidrolikka kondisionerlar chotkimi? Telkor akkumulyator, ABSlari bor. Kapotlar toza aka? Toza. Tonirovka ruxsatlari bor. Qancha qoldi aka? 9 oymi bor. 9 oy. Bemalol 1 yil o'tkazadi. mazza qilib yurasizlar. GoPro yumshoq balonlarda turibdi. Magic pult, tonirovkachalar standart ekan lekin bu, yaxshi. Bunisi sal qalinmi? Yo'q, bu ham standart ekan. Standart qilib yuringlar do'stlar. Gay yozsan ekan, qimmatga tushasizlar. O'shanga qonun qoidalarga rioya qilishimiz shart. Tak, monitor yurgani 127 ming. Buni kondisionerchasi ishlab turibdi, test monitor. Holati oqa ham boshqacha. 2019 larda abagrafi bo'lmaydi. Bunda ham yo'q ekan. 4-paketli propan. Amerikanka Optra. Tak. Orqalar toza aka? Toza. Kalinkasigacha toza mana. Qolgan joyi 100% toza. 2019 9 oy Rossiyaning tonirovka bor. Akajon, nech pul deyapsiz? Magica nechi bu? 906 turibdi. 906. Oni zavod qiladi, Ha, ha? hamma narsa ishlaydi, ochadi, zavod qiladi. Narxi Aka buni qadaladigani 10200 qilib bera olaman. 10200 emas, 1000 qilib yuboraylik hali shuni aka. 10000 ga qilib bera olmayman. Naqdga aka. Qilib beramiz aka. Avtokredit mikroqarshlik bo'yi. Avtokredit, mikroqarz, Vikup variantga ham berasiz. Beramiz. Barter ham bor, ha? Hammasi bor. Barcha qulaylik. Avtokreditga 1100 bilan chiqadi bu. Ana. Naqdga 10 minglik nasib bo'lsa, Kelishamiz. kelishamiz, ha? Nomer ayting. 93 93 38 68 61. Bemalol qo'ng'iroq qilinglar, xohlagan varianti bor. Do'stlar, marhamat, 2 tur motorli 15500 ga 2017-yil Malibu 2 dan ko'rsatamiz do'stlar. 2 turcha do'stlar, turishini qaranglar. 2017-yil 15500 aytilishi yana hozir bir 14800 15000 larga zo'r bo'lyapman. Gentran puli Malibu 2 dan. Sizlarga tak kraska bor ekan. Bunday ko'p emas, hozir so'rayman egasidan. Vay, qaynab ketibdi-ku. Tak, mana motor holati. Xo'p, metan gaz ushlab bo'lmaydi buni. Qara mashinka juda qizib ketibdi kapoti. Kraska qayerda? Bir qarish kalinkasidan. Ishi qo'ygan joylar tozami? 2017-yil. Balon holati yangi turibdi. Aka bitta video ko'raylik ha. Ishlar qanday ekan? Tak, obshipkalari, salon holati polni elektronli, sidinalari ham yaxshi turibdi. Mana ko'rinishi. Hozir probegini ko'ramiz. Sal gaz berasiz aka? 100. Tak. Sal tushiraylikmi? Yurgani nechta ekan buni? Yurgani 159 ming. O'lcha zo'r ekan-a? Samolyot. Samolyotcha. Обогрев сиденья. Avtomat. Necha bermadinglar bugun? 170 ming, 15 ming gacha. 15 ta o'ziga kelishmaymizmi? Yo'q, bermayapti endi. Beramiz. 100 bo'lsa beramiz deb, savdo qilaylik. 15 ga bermayapti ekanlar. 15 ming 100 ga berasizlar. Aka, variant yo'q. Yo'q. Naqdga savdo bo'laydi-da. Savdo bo'laydi. Ha, baraka yo'q. Nech pul deb qo'yaylik, xo'jayin buni? Nech pul deb qo'yamiz? 16 ming deb qo'ying. 15 ming 100 deb, qanday 16 ming deymiz? 15 ming oxiri taqalgan. Ha, bo'l shuni aytamiz-da. 15 ming 100 dollarga sotilar. Nomeringizni ayting. 88 88 286 286 81 06. Gen daveriniz olsa bo'ladimi? Variant yo'q aka? Variant yo'q.
Biron o'ylachi. Yo'q ekan. Do'stlar, marhamat, bozor bo'yicha arzon Redline Tracker 2 top qo'ydim sizlar uchun. 16 mingga beraman deyaptilar. 2022-yil Redline chista qizil salonli, qizil storchkali, propan gazlari ham bor. 1600 ga avtokreditga ham beraman dedilar. Parok ustanov qilingan, tayyorlovka ruxsatlari bor. Zavodskoy Redline bu do'stlar. Hech qanaqa tuning bo'lmagan. Balon holati ideal, yumshoqqina balon, 4 fasl. Rishotkalar Redline o'ziniki. Aka, buni kraskasi qanday? Turbo CD. Tak, 4-paketini propan gaz. 2022 ga sal boshqacha ekan motori. Bu qandaydir? Koreyskiy sborka bu. Koreyskiy sborkami? Tozami aka? Kraska toza, koreyskiy sborka varianti ekan. 22 shu aytayapman, shu 23 lardan chiqqanda bizga trekkerlar. Ruxsat qancha? 11 oy bor aka. Yaqinda olingan. 11 oy bor ekan, parok qo'yilgan. Vechkulcha dostuplar ham ishlaydi, ha? 4 ta oyna avtomat. Bular yumshoq koja, bular qattiq plastik bo'ladi. Tak, mana Redline lanki elektronli bo'lar ekan. Upravlenasi. Oxirigacha ketdi. O'zimizda Aziyani Redline elektronli choq, ha? Elektron emas. Bu chista Korey. 25 lar elektronli bo'lib chiqyapti ekan. Ha, ha. LTZ Plus ham elektronli-da, mana shunaqasi. Tak, poligi bor. Bular radnoy. 9 klimat kontrol bo'ladi. Keyin pol avtomat parkovka qiladi bular. Tak, start stop. Ha, bittada zavod oldi. Yurgani 74 ming ekan do'stlar. Amma nasib qilsa trekkercha zo'r mashinchada. Rulchasi kayf qilamanda, yumshoqqina. Elektronli bari o'zini ishini qilib beradi. Bismillah deb o'chirib qo'yamiz. Inshaalloh bizga ham nasib qiladi. Yurak urib tursa bas, qolgani topiladi. Orqalari yubka qo'yilgan ekan. 3 nomerchalar. Propan gazni ko'rsatsak, marhamat. 92 ga sot. Shi. Ko'ray nasiyasiga. Yopilishi bunaqa. Qanaqa mashina aka? Gentra sotdi. Kobalt sotibdilar akamiz nasiyaga. Aka, bo'lgani 16 mingmi yo 15600-700 larchi? 16 ming dollarga kraska toza. Top toza. 22 Redline. Nomer aytinglar. 93 3 9 93 00. 9300. Qanaqa variantlar qilib berasiz Boy buni? variant. Bu kredit, barter, bo'lib to'lash. Boy. Qo'yamiz. Marhamat, Cobalt puli yengilrog'idan ko'rsatamiz. 2021-yil ekan, avtomat korobka, metan gazlari bor. Bitta Krillosda kraska. Xo'p, 2021-yil 10500 aytilishi. Krilloda pitno. Kapoti ham bormi? Yo'q, orqa Krilloda, bularda yo'q. Orqa Krilloda ekan, faqat ABSlari bor. Motor ochilmaganmi? Metanlari, kondisioner hammasi ishlaydi, ha? Oldilar polni tozanki? 85 Navoiyni mashinami? Yumshoq balonlar turibdi ekan. Diskalar yaxshi. Yurgani ishda bo'ldi. 76500. O'ziniki aka? O'ziniki. 2020. Salonlari 76500. Poligi, chexollari bor ekan. O'tirib ko'rsatsak. Mana. Avtomat korobka 76600. Aka, qanchalar bir 9700 lar, 800 lar bo'ladi? O'tgan bozor nechidan qaytardingiz aka? 10 ming bir pachka bo'lsa beramiz, naqdga. Undan o'tilmaydimi aka? Naqdga faqat 9800 bo'lsa so'rayapti bergan. Bizga bering shuni aka. To'qqiz ming 800 ga bermayapti ekanlar. Orqalar shumka. Nima qildik aka, olamizmi? 9800 ga. 10 ming, naqdiga. Ha, jazman chiqsa yana gaplashamiz, ozroq. 100 ming o'tadimi? 100 ming ko'kiga emas. So'mgami? 100 ming o'taman deyaptilar. 10 ming dollar.
21 bitta kraskacha. Bitta kraska, boshqa joyda kraska Gen davirni sizlar olsa bo'ladimi? yo'q, faqat avtomobil. Nomer ayting aka. Telefon 77 77 028 028 26 26 85. 85. Lasetti sizlar uchun 2013-yil avtomat korobka oxirgi 1.6lardan. Tak. Oppoqqina 820 nomerda. 1.6 motor, 3-pokoleniya metal, ABS tormozlari, ikkitali ventilyatorlar, turishi avtomat korobka. Tak, kraskasini so'raymiz. Aka, kraska qaylari? Oldida bor ekan. Balon holati yangidek turibdi, mechkar pulti bor ekan. Eshiklari shumka. Luklari polni 3-pozitsiya, salon holati. Shukr. Gentra rul, avtomat, avtoholtlari bu. Avtoholt emas, winter rejimi. Yurgani qancha buning? 394 ming. Tur krug do'stlar. Tak, kraska qayerda aka? Kaputta dedim-ku. Kapotda krilosga o'tganmi, o'tmagan? Yo'q. Krilasning ustida bor. Kapot bilan bitta krilomi? Mana shu oldik. Qolgan joylari yaxshimi? Aka, mashina motor qanday? Xarajat bormi? Xarajati yo'q. Xadoylarimiz-chi? Podovoy, korobka hammasi zo'r. Olgan odam maishat qilib minadi. Shu Faqat 7,5 deyaptilar. Yurganini aytdi, to'rkuruk ekan. Nasib bo'lsa 6500 lik naqdga ketadimi? qo'shiladi unga. Bera qoling shunga aka, naqd obunachilarimga. Qo'shiladi. Bozor ko'ryapsiz-ku akajon. Mashin tayoqday mashin. Kim minsa maishat qilib minadi. Bering shuni 6,5 ming aka. 6,5 ga. Naqd. Ko'ryapsiz-ku, savdo yo'q. Chotki bo'layapti aka. Naqdga beramiz. Telefon qilishaversin, qani kelishamiz. Gaplashamiz, ha? Gaplashamiz. Variantichi? Variantga yo'q. Men uy olganman, uyga. Ha, bo'lmasa akamizga pul zarur beradi. Bitta savdochi qilaylik. O'zimizga Vikup ham, Gendavernis ham qilib bersangiz bo'ladimi? Yo'q, oformit qilib. Oformit qilsinmi? Nomer ayting. 97lik 97 920 6706. 6706. Qayerda mashina? Qayariq. Qayariq. Do'stlar, marhamat, Nexia 3 maloshniy salonchasidan eng o'zimga yoqayotgan saloncha shu. 2017 avtomat metan gazlari bor. Akajon, kraska qayerda? Ikkita joyda. Kapotmi, krilomi, eshikmi? Kapot almashgan, ikkita kiloda bor, keyin ikkita orqa eshik. Ikkita orqa eshik. Mana borini, Dari yo'q, ichiga borini aytayapti. Tak, buni katta emas. ABS qani buni? Biz ABSmi nima balon? Mana shu yerda bo'lish kerak jo'ku, Nexia 3lanki. Tak. Интересно. 1.5 metan avtomat. Tak, bozor nima qilyapti uka? Naqd bir 6000 atrofida berasizlarmi? 6,5 ming atrofida. 7 ga ukajon, kraska ko'p-ku. Kanistranglar. Ha, ichiga o'tmagan, suyagi butun. Baribir hamda kraska bo'lgan-ku. 7000 dan o'tib berasizmi naqd bo'lsa? Naqd bo'lsa o'tadilar. 132 ming kilometr. Salonchasi. Torpedalari. Yurganlar o'ziniki aka? Bagaj bitta ko'raylik. Orqalari. Ukajon, nech pul o'tasiz? Naqd bersam 7000 dan. 7400 deyapmiz. Qancha? 7000 dan 100 o'tib beramiz. 6700 qiling ukajon, naqdiga. Ha, 800 bo'lan mana, yana ozroq qo'shildi. 6800 ga shu bugun bermadik, naqdga. Ha, 900 ga bo'lan mana. 6900 ga. Uka, naqd Vikupga ham berasizlar, bir 3000 bersak. 2000 larga ham chiqadimi? Chiqay ekan gap, 2000 larga ham Vikupga, barterga gen davernis ham olsa bo'ladimi? Bo'ldi. Qayerda mashina? Shahardimi? Ha, shu yerniki shahar. Nomer ayting. 6900 ga beraman dedilar. 99 224 224 21 44.
21 44. Do'stlar, marhamat, 2018-yil avtomat korobka Ravon Spark sizlar uchun. Xo'p, radnoy ekan. Balonlari chotki yangi turibdi. Ha, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? 4 ta baloni yo'lkacha ekan. Kraskalar toza. Avtomat Samarqand Ravon. Tak. Elektronli rullari, ABS, kondisioner, antifriz, 1.5 li motor, akkumulyator nomi yo'q ekan. Motorlarda kamchilik yo'qmi? Motorda kamchilik yo'q, kraska radnoy, Magic bolti bor ekan. Balonchani turishini qaranglar do'stlar. Shem kayf balonda. Magic pult, shumka yo'q, salon holati. Qirilib ketibdi-yu, 2018 yilda cho'qon yili. Tak, chista ravonligi uchun do'stlar, oldida abagireflari bor. Agar bu Aziya bo'lsa, hayotlarda bu 18-yil Sparkga abagiref qo'yilmaydi. 21, 22 lik bu faqat. Daz bir ikkita 20 lik ham abagiref qo'ymaganlar. Chista ravonligini shu yerdan bilsalaringiz bo'ladi. 71600 kilometr probegi. Qani shu Sparkda bitta avtomatchani zotib ko'raylikchi. Qanday bu? Yaxshimisiz? Bu tak. Kraska toza. Bomponni tekshirib chiqyaptilar. Tak, egalari. Amak 2018 ha? Narxi qancha? 7700. 7700. Nech pul qilib beramiz amak? 7000 ga berasizmi? 7200 qilyapmiz. Bermayapsiz. Ekan ravonchi ekan chista bu. Abagrefer ishlasa kerak. Emas, kondisioner ravon. Hı. Nech pul deyam aka? 7,5 balandroq. 7200 ga bering shuni men podpischilarim. 300 bo'lam ham aka. Nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa 350 olsin. 350 ekan. Kraskalar toza? Toza 100%. Hamma narsa shu kondisioner, abagrefer. Nomeringiz ayting. 920 97 lik 923 50 nollar. 97 lik 923 50 50 nollar. 00. Variant naqdmi yo variantga ham berasiz? Naqd ekan. Gen davingiz qilib berasizmi? Gen davingiz bo'ladi. 2010-yil Best Matiz Ponly Full varianti tur Porsche metan gaz narxi $2500 kami bor. 01 nomerlarda marhamat. Bitta nimacha olsanglar, gen olsanglar mazza qilib yurasizlar. Tak. Balon holati sredniy. Narxi ko'tarilguncha, balon narxi ko'tarilguncha bitta bosib olish varianti. Tur Porsche 3-pakeleniya, gidravlika, bez konditsioner, luks bez konditsioner ekan. Shumkalar bor, glan stoyka. Poly full variant. Yurgan 365, polik, chexol. Patrolari, stoykalar bir xil chiroyli maloch rangda 365 ming yurgan. Aka, kraska qayeri? 30% kraskasi. 30%, suyak butunmi? Detal almashmaganmi? Hadovoy motorimiz qanday? Galovka qilmaymizmi? Motori zo'r 0 dan bo'lgan. Motor 0 dan bo'lgan. Gen daviniz berasizmi? Bo'ladi. Beradilar. Naqd 2000 ga berasizmi? 2300 bo'lsa beramiz. 2100 mana akajon. Siz sari qo'shdim mana, bo'ladimi? 150 oxiri. Sotga bo'ldi. Bo'ladi, ko'rdim. Kecha jo'ram aka 2000 ga sotdi 2010-yil. 200 mana bo'ldi. Kelaversin, gaplashamiz. Bo'ladimi? Gaplashamiz. Bo'ladi, siz telefon qiladi-da, nasib bo'lsa. Video ko'rmoqqa YouTube'ga. Yo'q, oxirgi narxni aytsangiz, o'shan qarab pulini sanab telefon qiladi-da. Siz nomingizdan kelaversin, gaplashamiz. Bo'ldi, 2200 ga beradilar. Nomeringizni ayting. Yangi bermayman. Ha, qancha aka, bo'lsa ayting-da. O'zimda 2,5 ming turibdi.
O'zimda. O'zimda. Oxir narxini ayting, oxirini aka. Oxir narxini. Ha, siz nomingizdan telefon qilsa kelaman. Kelishtirib beraman. Bo'ldi. 2200 ga bermaysiz lekin. Yo'q. Nomer ayting. 94 94 882 882 30 30 32. 99-yil oppoqqina tekomiz 20 million so'rayaptilar, kami bor. Navoiy viloyatida ekan nomerlari. Orqa holat, oldi ko'rinishlari. Tak, motor xonasi. Bir qarang aka bu yerga. Motorlarda ishi bormi aka? Moy yeydimi, yo'qmi? Yo'q, motor вообще moy yemaydi. Ходовой motor zo'r. Qayerda mashina aka? Navoiy. 99-yil. Motor ходовойлari yaxshi, ha? Yo'q, zo'r. Tak. Balon almashtirish kerak ekan. Shumka yo'q, salonlari mana. Chexollari bor ekan. Linoleum. Tak, 827 ming. Orqalari 20 deyaptilar. Kraskaskalar aka, asijchami? 15 millionlik berasizmi? 18 million. 18 baland aka. Kelishtiring. Beramiz aka. 15 la bo'lsa naqdga aka, jazman klientimizga. Mas bo'lsa. 15 la bo'laversa akajon. 15 ga chiqinglar, olamiz. Motor ходовойdan ishi chiqmaydimi? Yaxshi, ha? Motor ходовой yaxshi ekan. 16 millionga gaplashdik mana. Aka bir $500 berib qolganini vikup chiqsa bo'ladimi? Naqdga. Gen davenislar bo'laveradi, ha? Nomeringizni ayting. 50 50 716 98 91. 98 91. Gen davernis ber ekanlar. Xo'p, mana aziz obunachilarim, endi sotilgan va qaytganlarni ko'rsatamiz. Akajon, savdo bo'lmadimi? Yo'q, qaytdi. Nech puldan? 9,5. 9,5. Nechinchi yil aka? 12. Haydavring. Nechinchi pozitsiyasi? 2-3 qilingan. 2-3. Gazi qanaqa? Propan, kraska toza. Nomer ayting aka. 9500 ga bermadingiz. Ozroq ko'rsa berasiz. 10 ga beraman. To'shna 10 ga. 2013-yil. Luklari bor. Nomeringizni ayting. 99lik 415 66 77. Bo'ldi aka, telefon qiladilar. Next'chamiz sotilib choq konsernachalar bilan. Aka, sotilmadimi? Sotilmadimi? Sotilmabdi. Savdo bo'ldimi aka? Ichkarida syomka aka, probka qilmaysiz. So'rash kerak-da narx-navoni. Aka urishcha o'ynab turibdi. Aka nima bo'ldi? Berdingizmi, bermadingizmi? Yo'q, beraman. Nechidan? 6300 aytdim. Yili? 15. Avtomat mexanika? Mexanika. Mexanika Yevro. nechiga berasiz? 6 bo'lsa beraman. Oldi, nomeringizni ayting. Tak, 95lik 455 12 94. Gaz bor? Bor. Kraskalar qanday? Eshik bilan kirilo. Bo'ldi aka, telefon qiladilar. Tikon ichidan qaytdi. Nech pul aka? Yili 2003-25 ga sotilibdi. Sparkchi. Amak sotmadingizmi? Yo'q, Qaytibdi. Asekkilar. Aka sotilmadimi? Nechidan qaytdi aka? 5dan. Yili 2006. 5 ga qo'shsinmi yo o'ziga ham berasizmi aka? 5200 oxir beraman. Metan, propan, Metan 4 paketli. nomeringizni ayting. Yil nechi buni? 93lik 899 18 18. 2006 yil. Bo'ldi. Tak. Mashina chiqayotibdi. 771 nomerchi ham chiroyli, ha? Avtomatchi. Hammasi mexanika ekan. Hay. Sotildimi aka? Sotildimi? Tez haydab ketdilar akamiz. Matechcha bu yerda o'chib qoldi. Sotildimi aka? Sotilibdi. Aka nech pul sotildi? Qaytdingizmi? Nechidan? Yili 99 bo'ldi. Aka nechiga sotilmadi? 11 mingga bermadim aka. Nechinchi? 22 ni oxir. Bo'ldi aka. Tak. Yana qaysi? Captiva. Yo, bo'ldi, ichkarini qilib bo'ldi.
sotilgan qaytganlarni olib chiqib ketamiz shunday biz ham. Hech pul sotildi aka? Akamiz sal ana qoldi. Shoshib qoldi. Nesi? Yo'q aka. Sotilmadimi aka? Sotildi. Sotildimi? Sotilmabdi. Kalla shu darajada kalla qaynadi. Tasavvur qila olmaysizlar. Aka sotdingizmi, qaytdingizmi aka? Qaytdik. Nech pullar? 5 dan qaytdi. Nechinchi yil aka bu? 2012 avtomat. Necha? Shu 5 ga bering, Yo'q, подписчиlarni. 5 ga bermaymiz. 100 qo'shamiz. 5 dan yuqorisi beramiz. Metan, propan haydavring. Benzinga yurgan mashina. Nechta yurgan kraska? Bir kurik. Kraska ikkita uchta petnosi bor. Nomeringizni ayting. 91lik. 547 78 67. Boshqa kam puli bo'lsa varianti bormi? Bor. Qilib berasiz? Bo'l. Aka sotdingizmi, qaytdingizmi? Nech pulga bermadingiz? 2008 35 millionga berdim, qo'shilsa beraman. Nomer ayting. 90lik 63700. Bo'ldi. Qolgan ma'lumotlar nomer orqali. Bo'ldi. Nech puldan qaytdi bu? 12 milliondan. Canınızı yedin. Mayli çerçeve. Tak. Savob ishlagan qo'l urib turaylar. Tak. Aka sotilmadimi? Sotilmabdi. Aka savdo bo'lmadimi? Sotmadingizmi aka? Nechidan qaytdingiz? 13 yili? 22, 12 yarimlik bering aka. Bozor shuka o'zi pashti. To'g'ri kelmaydimi? Hayt. 21 lanqa 12200 lik beryapti-da. Aka savdo bo'lmadimi? 2900 dan qaytdi. Yili? 9. Aka 2900 dan pasay bermaysizmi? Yo'q, aka 3000 bo'lsa beraman. 3000 ga. Hayt. 3000 ga lekin qimmatrog'mi deyman-da. Aka bozor nima qildi? Assalomu alaykum. 3000 so'rabmiz 96-yil 2,5 qildi. 2,5 pasay bermaysizmi aka? O'zigachi. 2,5 Ko'rsak bo'ladi, o'ylab. Nomer aytib qo'ying aka. 80. To'xtang, mashina keladi. 933 63 37. Bo'ldi aka, rahmat. Tak. Xo'p, qaysi biri? Sotilmadimi aka? Nech pul ketdi? 54 million. 54 million. Yaxshi, nechinchi yil? 2014. 2014. Yaxshi kelamininglar, tabriklaymiz. Barakasini bersin. Hay. Shu joyida biz ham to'xtatsak bo'ladi. Do'stlar, videolarni oxirigacha ko'rgan bo'lsalaringiz kommentariy yozib qo'yinglar. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Hozir 1 soat, 1,5 soat ichida yana bitta video chiqadi. O'tkazmasdan ko'ringlar. Aktiv bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab, podдержка qilayotgan obunachilarni juda ham xursandman do'stlar. Kommentariy yozinglar, oxirigacha ko'rgan bo'lsalaringiz. Charchamanglar, 1-2 soat ichida yana bitta video chiqadi. Sog' bo'linglar.